Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xohlasa navbatdagi obyektimiz ham bitdi. Bu obyektimiz 4 oy bo'ldi. 3 ga 25 joyga qilib berdik. Ko'rib turganlaringizdek 100% bozor profilidan kraskalarigacha xudo xohlasa chiroyli qilib berdik. Ko'rib turibsizlar. Oddiy fasonda xudo xohlasa chiroyli holatda bo'ldi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xudo xohlasa materiallarimiz bozor profilidan, ulama joylari yo'q. Bundan tashqari katta ob'yomlik so'rtaylar ham bo'ladigan bo'lsa, zumtoshlar ham bo'ladigan bo'lsa, navislar bo'ladigan bo'lsa, aytaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli holatda qilib beramiz. Uyga yarashtirilgan holatda klientni xohishiga qarab qilib beramiz. Aloqa qilib ko'rasizlar. Kraska kuniga xudo xohlasa podключить kvadratiga gaplashilib, xudo xohlasa kvadrat 80 ming, 90 ming, 70 minggacha, xudo xohlasa 70 mingdan 90 ming so'mgacha holatlarini keltirib chiroyli qilib beramiz. Kraskasigacha podключить